Allah'ın ijod qilgan narsalari, olimlari masal. Shuning o'zini bir qatam so'zlab chiqsak, millatga bir yilning ichida degan nurg'unlagan o'z narsasini so'zlab bo'ldi. Shunday qilish orqali millatniki milliy ruhini yetildirishimiz lozim. Uningdan keyin arabni o'qisaqmi, u vaqtda nima bo'ladi desa, tamam bularning bu tarixi bor-ku, ammo biznikimi shundoq o'zi bulardan qilib qolmaydigan bundoq no'sh tariximiz bor-ku. Bizning ajdodlarimiz bor-ku, dunyoda no'chi odamlar ekan bu deb o'ziniki Uyg'ur bo'lib qolganligidan faxrlanadigan bundoq holat shakllandi nimada. U vaqtda milliy ruh insonda paydo bo'ldi. Şuna o'zi biz birinchi o'rinda davomli o'zimizni o'ylashimiz, o'zimiznikini yana xuloslagan vaqtida o'zimizning tarixini o'gitishimiz bu nihoyat muhim. Tarixchilikning aslini hammasini zodi nima shuni yoziq zoti Sharq Turkiston tarixida shunday tafsiliy yoziqliq Turg'un Almasniki hamda 1200-yilnikidan keyingi yo'q hamda. Sharq Turkiston tarixida ta Majunyangniki yana shu 30-yili hattoki undan keyingisin bormiki shunchalik o'zi yaqin zamongachilik bor hamda. Uning birsidagi tarixlarning o'zini hozir yozuvchilarimiz yezib tayyorlayotdi. Hattoki Nabijon Tursunnikida bo'lishi mumkin mush yaqingacha bo'lgan voqealiklarimiz. Uni men oxirisini taxmin qilmadim. Ammo shuni bilishimiz lozim, avlodlarimizga bildirishimiz lozim. Avlodlarimizga do'st dushmanni to'g'ri tushunishimiz lozim. Dushman izlab boshqa yerga biz bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan insonlarni dushman tutadigan mundaq o'zi nodonlikdan avlodlarimizni qutqizishimiz lozim. Buning hammasi nima bilan bo'ladi desa, tarix bilan bo'ldi. Ya'ni bir nimada bir kitob jahosida bir rat zodi bir 20 tal kitob o'zimizning tarixi, madaniyati, urf-odatiga munosabatlik Uyg'ur xalq dostonlari, Uyg'ur xalq cho'chaklaridan tortib, shu 20-30 parcha kitob o'zimizning bo'lishi lozim. Arabnikini o'qiymiz. Shu rivoyat deganning o'zi doston degan gap. Roman degan gap. Arabniki shu romanlarning o'zini o'qiymiz. Uni nihoyat qadr-qimmatini qilib turib o'qiymiz. Ammo o'zimizniki kelgancha o'qimaymiz. Masalan, nimaniki Zurdun Sabirniki, andaki Abdurrahim O'tkirniki, Ez O'yg'ongan zimin degan, Ana yurt degan mush kitoblarning o'zini o'qiydigan bo'lsak, bir tarafni roman, yana tarafni o'zi tarix ma'nosi o'zi. Ashni o'qish orqali o'zimizniki nurg'unlagan o'zi ajdodlarimizning nima ish qilganligini o'zi biz bilib olaymiz. Bizniki buningdagi nima ish qilishimizga bu tariximiz yo'l ko'rsatadi. Shuning uchun bu yerda yana ta'kidlaydiganimiz nima desa, har bir Uyg'ur oilasida shu kitoblarimiz bo'lishi lozim. Qur'on bilan teng holatda sanamasak-mı, Qur'ondan bir darja ashun to'van holatini qilib o'zimizni tunishtirgan kitob bo'lg'achqa, bir baldoq tövaniga ash kitoblarimizni qo'yishimiz lozim. Uni davomli bolalarimizga o'gitib turishimiz lozim. Uni nurg'unlardagi rasmlarni tortib bor, masalan, shu Uyg'urlarniki matbaasiniki rasmlarini tortib bor, inda kitoblar bor hozirgi vaqtda. Demak, bundan 1200-1300 yil burun matbaa yasab, matbaada kitob chiqarib qolgan bir Uyg'ur millati. Misalda, qog'oz yasagan Uyg'ur millati. Bundaq o'zi madaniyatlarni bolalarimizga tunishtirish orqali bolalarimizni o'zining Uyg'ur bo'lib dunyoga kelganligi faxrlanadigan bir holatni shakllantirishimiz va bundan keyin o'z millati vatan uchun kurash qilganiga g'urur his qilgan, hech o'zi charchash his qilmaydigan, vatan uchun kurash qilgani qarta, hajjab qildim bu ishni qilmasam bo'pti deydigan bunday holat shakllanmasdan, bu ishni qilganiga men nihoyat xo'sh deydigan, vatan uchun kurash qilganiga nihoyat xo'shallik his qildigan bunday avlodlarning o'zini yetishtirgan narsa o'z tariximizni o'qitish. O'z tariximizdan yaxshi dars chiqarish. Mana buning o'zi bizni mushu narsaga yetaklaydi. Bizniki tarixda o'tgan diniy olimlarimizning ichida mush Mamtun Bug'ra tariximizni yozib qoldirib qo'yibdiki. Qolgan bir mollaniki tarix yozgan molla yo'q. Savtajda mollami davlat qurgan bo'lsa-mu, lekin oxirisiga o'rib shu
Peygamber aleyhisselamdaki tercüme halini yazıp koygan. Misalda. Şu zamandaki, şu 100 yıl içindeki boğa vakalikini yazıp koygan bolsa mı, bizge nurgulgan faydası olgan bolattı. O Savut Ajdamollan bunu yazmıştı mı? Arapça yazıp koygan narsa o. Haçtı mı yok. Keyin Arapça bildiğin bir Uygur çıkıp lekin onun özüne tercüme kılıp koysa boldu. Bu kadar yani. Şunun için bu halkı Uygurlarning içindeki bilimlik adamlarmi bundaq narsalarga nayet ehmiyet veriş lazım. Hazır misal vatan bulayotgan nayet egri işlar var. O biz bu vaqtda moşu işlarning hammasini tarix betiga yazıp kaldırış lazım. Evlatlarımız keyin bunu bilişi lazım. Yani jig'ib aytgan vaqtida tarixni bilish nayet bek muhim. Özümüzün tarixini bilish birinchi o'rinda turdi. Eşik qağınıq başqa milletnikini ögensek boludu. Eş qandaq bizniki onunğa nima işqanı oquysa, onu oqsan günah deydigan hech qandaq nemimiz yo'q. Ammo o'zimiznikini o'qimsak jinoyat o. Nayet egir jinoyat. Ballarımızga mı xiyanat qilgan bo'lamiz? Ballarımız mı özümüzün tarixini bilmaydi? Onundakin Uyg'urlikqa, Uyg'ur bo'lib qolganligiga faxrlanmaydigan bundaq holat shakllandi. Onundakin boshqa millatlarni qadrlaydigan, boshqa millatlarni ajoyib deb o'zi uni chapini ko'targan bir o'zi nachar bir avlod bo'lib yetishidi. Shuning uchun biz tariximizni boshqa millatlarning tarixi bilan monopol qilib olmasdan o'z tariximizni aynan o'qitish, o'gitish bu o'zimizniki Uyg'urlik vazifasi va ota-ona bo'lish sifatimiz bilan ota-onaniki, bolalarniki ustidagi bir vazifa, ya'ni bolalarniki haqqi bu. Xo'sh. Allah razı olsun. Onun üstüge tarih öğrettik diye takdirdim ama aşağılıkı daha köptürülgen, ilahlaştırılgan ya komisa kılıcın noksansız bu Arapların tarihi için. Bu şekilde köştülgendin ki bizden tarihlerimizi okusa, bizden tarih romanlarımızı okusa çüşkülüşüş mesela. Bek türlü mağlup bulunduğun bir hakemimiz biz için. Aşınçılık Xitayga kichkina Xitayga nurg'ulg'a adam qarshitirilmabmiz. Monasteriya sınırlıcılığı manchilik yetibdimiz. O bu degandek ma'qul iliqi tushkunlik kelib boradigan ba'zi tarixlarimiz mi? Bularninki A tarafga niqib ketishigim uchun yaqinda bir Uyg'urning deyilamiz uchun tabiiy nima qilibdi. Asli ularningmi nurg'ulg'an xatolik qilgan sodir bo'lgan tarixidagi ba'zi selbiy vaqaliklarni ko'rish kerakda. Onu ko'rsatib bilmagandikin shuning bilan ashunda bir o'zidan millatidan nima tarixidan xo'rlik his qilib tarixni so'zlasa faxrlik his qiladigan shunday bir holatni shakllanib qiladigan uchun buniki sebebi mi yani şu biz hazır şu her biri 7-800 yıl desek neymi mi? Seydiye Xanlığı'nınki birisini hesap qilsak mı 300 yıl. 300 yıl jarayonida mag'lub bo'lishimizning bütün sebepleri nerede dese o'zimizniki milliy kimligimizga, tariximizga ahamiyat bermaganligi uchun u o'zimizning dushmanni to'g'ri tutmaslik, siyosatni to'g'ri yapmamaslik sababidan biz mag'lub bo'lib kelgan. Misol bo'lmasa burun dunyoda o'zi to'rt taraf chepib bütün g'albini qilib kelgan Uyg'ur millati nima deb undan keyin g'alba qilolmadi? Hech qanday siyosat bilmaydigan, o'zining tarixini bilmaydigan, Arabga o'zi cho'qindigan ashundaq odamlarning oqsiga kirish orqali mag'lub bo'ldi bizning ajdodlarimiz. Mush 300 yil ichida. Buning hammasi o'zimizlik boy deganga o'xshash tariximizga va dunyo tarixiga bundaq bir qarab, uningdan dunyodagi yana uni ichida musulmon tarixiga qaraymiz, kofirlarnikini o'qimaymiz degan nurg'ulg'an shundaq putlashgan narsalar bor. Tarix degan kimlik bo'lishni qatnasa Qur'oni Karimda Fir'avnniki voqealigim bor-ku. Misol, agar o'z kofirlarniki voqealigini demaydigan shu bo'lsa, Alloh taolo nima deb u yerda Qur'onda Fir'avnning voqealigini tilga oladi. Demak, bu yerda hamma odamnikini dunyoning tarixini o'qib, uningdagi u yerda bir siyosat o'rganib, strategiya o'rganib, uningdagi millatni qanday qutqizamiz,
Nimaga asosan? Bunun özünü bilish kerak. Bu yerda buni qilmay turib lekin berib, u yerda arablik yozib qo'ygan bir kitobni qo'liga ilib olib lekin andan keyin o'zi dinchilik qilib u yerda misol shu Yaqub Begniki zamonasida Britaniya imperiyasi ash davlatni e'tirof qilib, keyin o'zi Char Rossiya ham e'tirof qilgan vaqtda dinchilik sababidan Osmonliga bay'at qilgandan keyin bostirib o'tgan misol. Mana shu vaqtning o'zida shu Yaqub Begniki bu davlatni saqlab qolaylik degan bir nimasi bo'lsa, to'xtab turay, buni o'zi shu Britaniya imperiyasi bizni e'tirof qilibdi. Ashyaga bir 1000 bolaning o'zini chiqarib o'tayli. Bir 5 yil o'qib kelsin. 5 yildan keyin o kelgandan keyin zodi davlatga esqatgan bir insonlar olib keldi misol. Shunday qilib qilinmagan. Odam nega aparsiz desa, misol shu 2012da men Misrga borgan vaqtda 3 ming Uyg'ur bor deganda, keyin men ketgan vaqtda ashya turayotgan bolalar hozir 15 mingdek Uyg'ur bor. İlim nerede desa Arab mamlakatlarga yuguraydi. O nima bor u yerda Arab mamlakatlarda? Arab mamlakatlarda ilim bo'lsa, ashtaq turamda Arab mamlakatlari. Aşının özünü hiç qanaq his qilmoqlik. His qilmay ashya ko'rib, arab tilini o'rgansa ilim hisoblaydi endi. Şu 5-10 ming insonning o'zi g'arb davlatlariga chiqib, g'arb davlatlariga hozir zamonaviy ilmni o'qigan bo'lsa, hozirgi vaqtda her soatni yetilgan vaqtda Uyg'urlarning ishini qildigan odamlar jiq chiqadi-ku. Bundaq ish yo'q. Andiki o mollali keldi, bu yerga kelgandan keyin hammasi o'ziga murid to'plab o'tirdi. Hozir Turkiyada her bir mollaniki bir taldan nima dernigi bor. Atni qo'yaverdi ish qilib, har kunsi bir dernek yiqilsa, bir dernek o'rnida turayotgan ashunda qilib biz nurg'un derneklar bor misol. U yerda her bir mollaning vaqti ayrim yerda namoz o'qiydi. U mollalar hech bir zaman millatni birlashtirmaydi. Chunki nima ish qilgan vaqtda non kerak ularga. Nonni tepish uchun u yerda nima kerak? O'ziga ayndaq to'pilgan muridlar kerak. Ular ish qilsa o'tmaydi, ish qilmaydi. Ish qilmay uni ostida nochi mashina, nochi uy, yeb ichishlar nochi. Nerede keldi o narsa? Osmonda Alloh taolo o bir oltin yomg'irni yog'dirib berayotganda shu hammasi millatniki pulisi nima qildigan gap. Ya bu yerda bolani o'qitdik deydi, ashuni dasmaysalab u yerdan pul yig'ib bizim şu Avrupa'dan nurg'ulgan pulni Turkiyaga avatgan bo'ldik misol. Yillardan bir avat nima qotimiz hozir shu 2 yil bo'ldi. Angliyadan faqat zot avatmaymiz dedik. Demak bu yerdagi narsa nima degan vaqtida millatga asqatgan narsani o'qitmaydi. Faqat arab tili o'qitsa, u odam jannatga kirdi. Arab tili o'qib shundaq o'zi ixlosman bo'lib ketganimiz qarta jannatga kirdikmi hozir jahannamda yashayapmiz misol. Mush yaşadığımızın özü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Kur'an'a ergeçseniz sizini nicat tapkızıdı, nicatlık'a erişidi, galbiga eriştirdi dep Kur'an'da yazıqlık. Ama biz galbiga eriştik mi? Erişemedik. Demek ki biz Kur'an'a ergeçmegenlikniki kasapıtı. Kur'an'a ergeçken bolsa Kur'an'da her millet özününki tarixini biliş, öz tilde sözleş, hiçbir milletin tili yan bir tilden öz artık emas, ebzel emas. Hiç qanday bir millet yani bir milletin afzal emas. Hamma millet dünyada Allah Taala yaratgan millet o'xshash. Shuning uchun har millet o'zi uchun xizmat qilish qilgan vaqtida boshqa millatni kamsitilgan shart asosida o'zi uchun xizmat qilgan vaqtida u qutuldi undaq zulmdan. Biz-chi degan vaqtida o'zimiz uchun, ya'ni shu hozir vatanning o'zini Uyg'uriston qurimiz. Uyg'uristonni ozod qilish uchun desa nurg'un odam mangmaydi. Misol nima ish qilsa onun öz degan islom degan bir puraq yo'q bu yerda. Bir demokratchilarning nemasi unda bo'lgandagi u yerga berib qilsak biz shehid ololmaymiz deydigan manda qarqo'saqlarda dunyoda. Mesela 96-yili qurilgan Sharq Turkiston ozod tashkilot qurilgan vaqtida shu vatan millat desak bir zambil go'sh bo'ldi ekanmiz deb shu yerda jadal chiqib birisini o'tirib ketmadimi Uyg'urlar? U qadar yani jannatga oshiq. Cennetga shunchalar oshiq bo'lgan odam o'z millatini qutqazsang, u jannatga kirsa, illoki arabni qutqizish, arabni tuproqqa kelib o'zi nima qilish shart emas.
Yani vatan millet dese bizden bir göç olamış sen Mahsum degan naimas aşın dep milletki beyimince aşında pişli pasatını to'g'dirib o'ltiradi. Bütün Ma Müslümanlar, bütün Müslüman memleketleri Türkiye başlık hemmesi vatan millet için köreş kılıvadıdı. Ula vatan milleti hiç kadar günah olmaydı. Uygur vatan milleti ise günah olurdu da cehennem kirdi mesela. Bundan bir ahmakane iş olandı mı? Bunun hemmesi neyme dese beşik tuğan adamların içinde hemmesini demeyiz zaten. Aşının içinde mahsus Xitaylik adım var. Onun için katkan işi bu. Xitay karşı diyen gap çıkamaysa Kur'an'da Xitay diyen gap yok. Yahud Nasara karşı muşatsan at dep aşağı şunu ögütüp çıkargan deken aşın yadıltıp şunu olan özü Xitay'ın depin çelip bu yerde katkan iş. Muşun hemmesi neyme dese tarixini yaxşı okumağanlık, tarixini bilmegenlik üçün Arap tiligi berilip, onundaki fakat o Arap tilini okup kelgendekin can bakamaydı adetdi bu adamlar. Fakat ay murtlar arqılı can bakmasa yoki qo'li 20-30 balını yig'ib oladi. Yoki mush balını o'qityaptim deb pul yig'idi, shuni ol can baqadigan gap. Tamam, shuni ol can baq, ammo sen haqni so'zla, haqni o'rgat. U vaqtda u ish boshqa. Ammo sen u yerda u millatni bir tarafdan sho'raysa, qanday sho'raysa, ikkinchi bir tarafdan millat uchun xizmat qilmaysa, qanday gap ketdi bu? Şuna yeni biz hürmetli qarindoshlar, biz ba'zi yer qattiq chechilib qolamiz. Chunki nima ishqansa ichimizga o'tib ketdi bu narsaning o'zi. Biz o'zimizni birinchi odam qilishimiz lozim, o'zimizni tunishimiz lozim, bolalarimizni ham tunishimiz lozim. U narsa faqat tarix bilan bo'ladi, o'zimiz tarixi bilan. Arab tarixini o'qish bilan hech bir zaman Uyg'ur o'g'illanmaydi. Uyg'ur bo'lish uchun Uyg'urning tarixini bilishimiz lozim. Xo'sh. Ben o 10 yıl burun tercüme kılgan bir kitap vardı. Bunu bir köşk tutayım. Yani Kürdüm atamda Küreme vardı. İmamlar ve Sultanlar da bir kitap var. Bu şu kitabı okusam yine aşı vakitte Töt Halifedinkin yakımız şu vakitteki aşı devredeki Umaviler'inki hakiki tarihini, Abdülbeşirisini aşağıda küreleydici. Bir 300 neçe bet, ya 200 bet, 250 bet kitap bu cu. Elip okup baksa болады o karındaşlar. Yani olmasa ben PDF'le çıkarıp koydum. Onu okusu buludu. Uygur aşı tor kitap nemeleri bağ ucu. Eğer ki benden sonrası ben ivetip versem buludu. Onu biz Atay'da vakit çıkarıp tercüme kılıp kıldık. Ben o tarihte okugandan başkaçı acayip oldu ben düşün. Bu tarihler niçin medreselerde ya ki biz İslam dininde İslam tarihinde üretilgen bu tarihi nimelerinin içinde bizge sözlenmeydi desem onun içinde acayip vəhşiyane işlerin boğallığını yazıdikinde boğan işler ki. O asaslıkan İmamlar ve Sultanlar şu Ömeviler vaktinde yaşayan İmam Ebu Hanife bilen onunla karşı Emevilerini ağdırıp Abbasiler çıkıldığı için şu İmam Ebu Hanife her ikili devirde yaşaydıkken şunun tarihini çördüğün halda iki sulalarınki birbirinden kılıngan uruşları hatta şu Medine'ye berip kılgan basqınçılıkları degendekçi muşunda tarihler baki şununda. Karındaşlar okup baksa o kadar kök götürüp gitgidek da halettim emeskini bu tarihlerin için. Elbette tarihinin arxivini bilir buludu. Onundan kandak ders elişini yüzümüz densep mandak şu. Oluğu yepiş pişige esildiğin işkınmay. Yüzümüzün onu şereflik ve bazı da selbi taraflarımız bozma. Bizden ona ait pəxrilinğen yerlerimizden bağlılığını bilgenliğin kim? Onundan kim o adam biraz tampon alette qaraydigan bo'ldi da tarixga. Meyli Arabning tarixi olsun, yüzümüzün tarixi. Başqa deydigan gap bo'lsa, deseler ustoz. Hem tarix, mesela Kur'an-ı Kerim'de mi qissalar tarixi, peygamberlerin tarixi var.
Ama bu tarihlarda asosli qaysi jilnamada bo'ldi deb bu jilnama undan keyin bu yer bular bek muhim emas. Eng muhimi aşağıda bo'layotgan voqealardan bizga nisbatan dars elish. Shuni bir maqsad qiladi ekan hamda bu Qur'oniy nimada qaragan chog'da. Mana shunda his qildim. To'g'ri. O Hamda Qur'onning ma tishidagi Qur'ondan maxsus oyat keltirmaydigan so'zlik buningda. Uning uchun qisqa vaqtning ichida jiq narsa deyilgan bo'ldi. Qur'onda uni maxsus oyatni keltirish kelib qolsa, shu 25 payg'ambarniki uning qarshisidagi insonning hamma oyatning o'zini tafsil deyish to'g'ri keldi. Qur'on zaten nurg'un o'z qissalarni o'z ichiga olgan bir kitob endi. Bundan keyin shu qissalarning hammasi nima desa tarixiy voqealik hisoblandi. Haqiqiy hadis Qur'oni Karimda bu Qur'ondagi shu tarixiy voqealikning hammasi nima desa Qur'ondagi hadis qismi deb qaraldi. Şoňa biz bu hadis babıda onu sözlegen wagtda hadis ikkiге bölündü. Birinçisi hadis Allah Taala Qur'anda bayan qilgan voqealik, onu işenmesek kafir bolamiz. Ýen birisi Peygamber Aleyhisselam wafat bolup 250 ýyldan keyin ýezilgan rawayat hadisleri. Bununğa işensek kafir bolamiz misal. Onu din dep işensek kafir bolamiz misal. Onun için buna biz Qur'andaki bu hadislarning özüni, Qur'andaki Peygamber ve onun karşısındaki insanların vakaligini bir tarihi vakalik sıfatida tunup onu bilişimiz o bizge dini noktadan muhim. Ama biz aşına kiriş verip geçtikçe o 25 peygamberin tarihini okuş için bir ötüp geçip 3-4 gün en şunda aslı okuyduğu adam 3-4 günde okup oldu misal. Hem de onun açkan bu özümüzdeki Uygur tarihi. Bu narsalarni o'qish uchun, mesela bay degan o'xshash, hozir Nabijon Tursunniki kitoblarni hammani hisob qilgan vaqtida bir 20 ga yetmaydigan Uyg'ur tarixiga doir kitoblar. Ham romanlarni Abdurahmon O'tkirning iz o'yg'ongan zamin degan o'xshash, o nimaniki Ana yurt degan o'xshash Zurdun Sabirniki. Undan boshqa nurg'ulgan Sharq Turkiston burkutlar degan o'xshayda nurg'ulgan roman kitobi bo'lgan. Aşındaki kitabın hemimizi yığsak, bir 30 tal kitap mı dep koyaylı. Hocalar tezkirisi misal bizdeki aşı nurgulluğan, aşı veyrandaşlık sağan, aşı vakaların hemimizin bilimizsek, 50 parça kitabının özüne, noç kitabının 50 parça kitabını okusak, özümüzün nurgun tarihlerinin özüne okuyan bolumuz. Bizim yeterlik kitabımız var, okuş kip kalsa. Aşın hemimizini okup, onu dekin o yerde biz, tamam nurgun galbıqa yerleri var, ecdatlarımızdaki mağlup boğa yerleri var. Bu yerden biz ders çıkarıp, kandak kılganda biz galba kılımız degan dersini çıkarıp, bu yer şunun qarta iş tutuşqa bolduğan gep. Biz tarixini bilmey turup, o gelecek qarta kandak özü Türklerinin bir gepi var, tarixini bilmegen millet yok olur degan bir gepi var eken. Demek, özümüz tarixini bilmesek, demek yokuluş qarta ketiyotgan bir millet altıga keldik degan boldu. Şunun için bu yerde Qur'onning yenida özümüzün tarihi buluş gerek. Bir yer sayahat kılıp nurgun pulunu xaşlap etip, yokulan narsaga xaşlatip kelgan aşlar bagı. Onun ornuga özümüzdeki $500 çıkarıp koysak, hamma narsa keldi aşınga. Bütün kitap keldi $500'ga. Adisi mesela hem Xitaylar bizdeki tarihi düşmanımız deyimiz o. Biz hatta Uygurlarının yoki Türklerinin tarihini mesela Türklerin tarihini yazsın ama Uygurların tarihi yazılmaydı. Uygurların tarihini Xitaylarning tarix manbalariga qarashma, uningda shu nurg'ulg'an tarixlar Xitoylarninki shu tarix yozish odatiga asosan yozilib, bizni dushman ko'zida ko'rib bo'lsa-ma, yozib qoldiganda bunuchu. To'g'ri. Shunga bu millat hozirga juqanmoqlagandichu. Boshqalar eritdiki, o'zininki tarixini qat'iy unutib qolmoqlar. Düşmanım bu her zaman bunun bana nime keldi dep hazır kılıvatkan işlerimi şu tarihteki nimelerge asasen elingan tayyorliklar da bazıları. Elbette. Ayqı Sonziniki harbiy dasturimi shunda bir kitap var bu bo'yicha. 36 yili degan kitaplar var. Aşın bütün Xitoylar o'qib chiqdi misal. Xitoy millat oldu ki hammasi aşın o'qib chiqdi ki. Bizmi shu Sharq Turkiston tarixi deymiz,
Misal, aşna qoşuş bir 3-4 parça kitabını okusaqmı nurgun näsini bilip çıkımız misalda. Aşının özünü okumay, onun dekin özümüzün tarixini işini bilmeyimiz. Peki bildiğanlığının özünü mü? Ming yıl aldıki ecdatlarımızın tıllaydıgan, ular kapırtıda olturup, tıllaydıgan mundaq tuzukor özü evlatlarımı çıkkan gepte. Bu nereden geldi dese, hata itiqattın. Yani dinini hata düşendügenlik sebebinden kelip çıkan näsli. Olmaz Peygamber Aleyhisselam'daki 22 atısını sanap çıkıdı aşağı neymi delqi Mevlud'un özde. Qusay ibn Kilab ibn benim Pehr ibn dep aşağıda 22 atısını sanap ahırsı varıp İsmail'e taqaydı. Aşının özüne bütün Moğol'u okup çıkıdı aşı Mevlud Şerif dep aşına ne kıldı. Onun özüne hiçbir zaman kafirke demeydi, müşrike demeydi. Özümüzdeki gençler dese, o naat itiqat tutup gidip, özümüzün ata-bobasının özünü müşrik dep tillap yurtgan gep. Bu özü ata-bobamızga asilik, ecdatlarımızga asilik qanlıq op hesaplandı. Bu bir cinayet bu. Ben yakında bir kitap okuyattım ama kitap anlaştıpıda bir top bakken, yedim nurgun seviyelik adamlı bakken. Ben şu bir hafta yankısı Amerikalı George Furman, demek o adamın ismi. Ben Federik'teki adam. Şununki yo'qolgan ma'rifat deb şu O'rta Osiyo tarixi aloqador bizim Uyg'urlarning tarixiga aloqador mazmunlarimiz bor. Şu Türklarninki O'rta Osiyodagi tarixini zodi bu islom kelib undan kim bu yerdagi Yevropa uyg'unish davriga qadam qo'yishdan burun şu O'rta Osiyodagi olimlar dunyo ilm-fan tarixiga dunyoda nurg'un imperiyalarni qurgan nurg'un algebra, ondan keyin astronomiya, o bu her qancha Biruni deymiz, Ibn Sino deymiz, Tibabatcha. Meyli şiriyatda olsun, meyli davlat qurish jihatlarda olsun, shu to'g'riliq ma'lumotlarni, ya'ni har bir davlat o'ziga ayrim tarixlarni yozib oladi, ayrim olimlar ega bo'ladi. Bu adam şu butkul O'rta Osiyodagi Türklarninki tarixini bir yerga juqlab, onun da nimaga bo'lmay O'rta Osiyodagi zodi ashunda gulinish nima uchun shunda bo'lgan deganni tadqiq qilib bir kitob yozibdi. Bu kitobda Uyg'urchasi minbatdan oshidam deydi. Men Angliyada bir odam tarjima qilibdi. Hozir men shuni o'qib turyapman. Shunda kitoblarni o'qib, buni kengaytirib taqtish kerakda. Ondan keyin oyatdiki o xil taraqqiyotlar zat islom dini kiriblar undan keyin mislsiz bir ko'tarilib ketgan ish emas. Bizning o'zimizningki bu fitratida o'zimiz qurgan davlatlarida shu ilm-fanning taraqqiyotiga o'rin hozirlaganligimiz, bayashat davlatlarni qurganligimiz, xalqlarni nihoyat yaxshi hatto xalq kutubxonalar shunga o'xshash narsalarga qattiq e'tibor berganligi to'g'riliq nurg'un ma'lumotlar bor ekan-ku. Bu bek muhim. Shunga o'zimiz nimaga qarab qolmasdan shu kengari sohada izlanib bir tarix o'qisak texim yaxshi bo'ladi. Bularma o'zbeklarninki qurultoy deb bir kanali bor. Bu yerda ma'lumot yaxshi. Shunda o'zbeklarning tarixi degancha Selçuklar, Uyg'urlar debchi. Qurultoylar deb chiqdi ashar zaten. To'xtamay deydi-chi. Tarixdan nima qiladi? Biz Uyg'urlarning tilga elib har qaysi nihoyat sharaflanib turibdi. Sözlep privat edemdi. Ularni tinchish kerak. Eğer Uyg'urlar mush Arab tarixini o'qiganchilik o'zimizniki shu Türk tillar divani, ana shu Qutat Qublik degan bir davlatni qanday boshqarish sohasida yozilgan bir dastur. So'ziniki shu dasturga o'xshash bir dastur misolda. Ash kitobni o'qigan bo'lsa, davomli avloddan avlodga o'qitib kelgan bo'lsa, Uyg'urlar hozirgi makuni qolmaydi. Tarixdan buyon shunday bir dasturni tutib kelgan Uyg'urlar. Ham bu dasturni tashlab o'tib, undan o'z arabniki hikoyasiga eslab olgandan keyin kunimiz bu bo'ldi misolda. Shuning uchun bu yerda bizniki qaqshaydigan yerimiz nerede desa, tamam o arablar o'qisin, qaysi o'qisa bo'laverdi o'ziniki bo'lgandan keyin. Ammo bizmi o'zimiznikini o'qishimiz kerak. Biz ayrim bir millatmiz.
Onundaki öz milletniki bunu kısa biz milleti İbrahim'in milleti edi. İbrahim'in milleti degen adamni kıyamet günü Allah Teala nem kıldı. Hesap alındı adamdan. Sen kandak İbrahim'in milleti deydi o yerde. Biz İbrahim'in milleti emas. O yerde İbrahim'in milleti değiştik sebep ne dese Araplar İbrahim'in milletinden diyen gap bu. Sizdeki ecdadın İbrahim'de başlangan. Onun için sen İbrahim'deki nesilden sen. Degenden özü nemini bildirdiyse biz özümüzni tahlil qilgan vaqtda shu yerda özimizni ashuna saqan vaqtda biz Oğuzxonning avlodi ekanmiz, Sutuq Bo'raxonning avlodi ekanmiz, Ko'ltekinning avlodi ekanmiz, Mahmud Qashqar, Yusuf Hasajibning avlodlari ekanmiz deb o'zi mandaq o'zi bizga ma'nosi esimiz kelish kerak. Bu Qur'onda millat İbrahim degandekilla hamma odam nima qilib bolalarga voy biz deganda sen kimning millati İbrahim Xalilullohni deb qandaq o'zi yolg'onchilik bu. Biz qandaq İbrahim Xalilulloh'niki avlodlari bo'lamiz misol? Oğlum, meningcha aşağıda İbrahim'in milleti degan demem. Yahudiler bilen bu Araplar birbiri bilen urushib shunam ya. İsrail oğulları bilen şu Araplar şu. Birbirini öldürüş kılgandan keyin belki ularga nisbeten sizlarning manda yiltizinglar tutash bir yer kelgan chog'da şu. Albatta. Digaga gapiradi deyman. Ya şu albatta. Chunki misol bizniki vatanda ashunday bir nima bo'lib qolgan vaqtida Uyg'uriston desak, nurg'un o'zi turkiy millatidan bor emasmi? Qarshi chiqib o davlatni qurib qo'ymay hokazo qilgan vaqtida Turkiston desa, uning hammasi og'iz yepildi misol. Xuddi shunga o'xshash, u hammasi nima desa Sami millati deydi o'zini. Türk nima Arablar. O Sami degan Samiylarniki tarixi desa, o Qasi millatga deb yurishga hojat yo'q. Shu Nuh alayhissalomning 3 bolasi, Hamsam, Yapes degan 3 bolasi bo'lib, shuniki Ham deganning o'zi apirqiliqniki dadisimiş. Ma Sam deganning o'zi mush Arab, Yahudlarniki ajdodlarimiz. Yapes deganda bizniki ajdodlarimizmiş endi. Demek bu yerdeki narsa nima desa Samilan tarixi desa Sami degan bir millat emas, bir odamni eti. Ya'ni shuningdan barliq kelgan Arab millati demak endi bu yerda. O İbrahim'e kelgan chaqchos, İbrahim'e kelgan vaqtda, yani nurg'unlari, mesela Suriye va kaza boshqa ayrılib, Arablar ayrim bir yer, Yahudlar ayrim bir narsa bo'lib, yani din sababidan Yahudlar ayrılib ketgan. Ama Peygamber Aleyhisselam o'tgan degan vaqtda Yahudlar ayriliqda Medine deganda 40-50% yaqin Yahud bo'lgandan keyin o cho'ng bir kuch. Shuni o'zi u yerda birlik saf hosil qilish uchun hammamiz İbrahimning millati deb degan o'xshash. Hammamiz bir Türk deganga o'xshashlar, o'zi İbrahimning millati deb birlik safning o'zini qurib davlatni birlikka keltirgan nemasi bor. Siyosat endi buning o'zi faqatla. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa biz ecdatlarımızın teniş bu bir cinayet. Mayli o Müslüman olsun, mayli o kafir olsun, qandaq diniga e'tiqod qilsin, u o'zining ishi, lekin biz shu odamniki avlodlarimiz. Turib lekin berib İbrahimning avlodi biz deb boshqa odamga beqib olgan bola bo'lib qolishga hech qanday kerak yo'q. Hey Allah razı olsun. Ahmetcan fidai kardeşim sizin dediğin gap var mı? Kardeşimiz. Ya ben bugünkü programımda dini tarixni asas qilamdiki deb o'ylab ekanman. Ammo o'zimizning tarixiy markazlashdi ustoz. Agar fursat bo'lsa oldimizda shu islom tarixini bir qisqa o'zetlab bersa, bugungi shu o'ydirilgan din bilan munosabat bo'lganligi uchun qandaq monopollik bilan bu tarix yepilib bugungi kadar ashtaq kelganlik haqida diniy tarafdan bir yoritilgan bo'lsa deb o'ylab qoldim. Uni Xudoyim bo'lsa uni qilamiz. Ammo halqi monopol qilingan tarix degan bo'lg'achqa bu yerda monopol qilingan Arab tarixi emas, Uyg'ur tarixi bo'lgandan oxirida Uyg'urlar tarixini so'zlashga majbur qoldik endi. Hayatım gap orasida
Uyg'urlarning tarixini yozgan boshqa bir molla yo'q degan gap bo'lib qoldi. Molla Musa Sayraminingki Tarixiy Ahmadiya degan kitobi hammadan burungi yozilgan tarix bo'ladi bizga nisbatan. Doğru. Yani Sharq Turkistonliklarga nisbatan. Shuni ustoz unutib qoldimi, atab ketib qoldi. Bana gap qiladigan do'stlar ashuna eslolmas uchun qo'shib qo'yadi. Şu iki kitap Molla Vaken hem de Molla Musa Sayrami bilen aş Mehmet'in Buğraken hem de. Şu Nemqanlı tarix yazgan. Yani başkalarıma bağlı yazgan ama bek bizden alıp bire kitap okuş nimemiz, enenimiz, adetimiz bek çunkur emesken, umumlaşmaganken. Şu an kitap neşriyatlarımı ve neşir kılanmayken de kitaplarını. İkincisi tolu tarihlerimizde kümülüp burnunu kıgallık uçu Müstemlik tarixida bizdinki esli tariximizdan izchillikka o'zlik o'g'anliqda buni birlik tarix uchun izlangichlarga bir jafo bo'lib qolyapti. Elbette. Xeyr, bugun herhalde şu o'zimizning Uyg'ur tarixini o'rganishning Arab tarixini o'rganishdan bekerek bizga nisbatan muhim ekanligi ta'kidlandi. Shu so'zni jonliroq yerish ekan. Menfaatli bo'lgan inshaalloh. Ondan keyin nimeningki Nabijan Tursun o şu Moskvada o'qigan edi, tarix fanlari doktori. Hozir ham Amerikada yashayotdi. Ashuni yozgan kitob tarixlarini ham qo'llab-quvvatlash kerak-da. Hamda bir ziyolininki o'zining umrini ato qilib unchalar kitobni yozib chiqish oson emas. Ziyoli degan eng nomrod bizning millatimiz edi-ku. Anda o'g'andigan xalqimiz, uni tarixda faqat 1933 tarixlam emas bu-ku. 1944 ning tarixlam emas. Asli shu tarixlarni yozman deb yo'lga chiqib, ustoz undan burungi umumiy tarixni yozmasam bo'lmaydi ekan deb. O kitob 5 yillikmi planlangan kitob hozir endi 14 yillik ularlangan-ku. Şuna bu noktalarga muhim qarash kerak. Yordam qilish kerak. Kitoblarni uchun situasi bilan cho'ng yordam. Bularni tashviq qilaylik. Qo'limizdan kelishicha. Doğru. Meyanda olsa bugun boshqa so'raydigan savollar, men kelgan bir savolmi yo'q hozircha. Rahmat. Şu bizning tariximizni qanday monopol qilganlik to'g'riliq qaysi tarafga bekroq e'tibor berib, Arab tarixiga e'tibor berib ketib, o'zimizni unutib qolganligi, bizningki tariximizni soyida qilib qolganligi to'g'riliq so'zlab berdilar. Alloh rozi bo'lsin. Unda o'sha bugun boshqa qatadigan gap so'z bo'lmasa, bugungi monopol qilgan tarix degan programmani mishada ayonlashtirsak ustoz. Bo'ldi. Men Ahmetjon qarindishim rahmat sizlarga. 91-sonda yana qaytadan yüz görüşümüz qadrlik Qur'ondan nazar programmasining ko'rishmanlari, Pidayla ekranı ishtirokchilari. Bugungi Qur'ondan nazar 89da yozilib qopti. 90-qismi monopol qilingan tarix degan bölüm inşada tugadi. 91-qismini ko'rishcha aman bo'linglar. Undan keyin aman bo'linglar. Allohning o'ziga omonat.